Kechmo kirib qopdi. Bugun men sizlarga tunugun yotoqda bo'lgan ishning oxirini deb bir. Bu qo'sh kishilik yotoqni fikr chiqib ketdi deb bir mavsumdan keyin tortib oldi. Tortib olib, ag'inamishkimizni o'zimizning kasbimizning bolalari bor yotoqqa o'rlashtiryapti. Men kirgan yotoqda 5 bola bor ekan. Meni qo'shib 6 bo'ldi. Bu 6mizning ichida 4ti Mushu Dashoba shahardagi bolalarda, yerlik bolalar. Ular shu shanba kun ketadi. Bu yotoqda shanba kun men bilan yana bir lanjovliq bir bola qolamizda ikkimiz. Sonda bir kuni shanba kuni kechda o'yinlarni o'ynab, buni qilib kashib ketdi. Bir lavga vaqtda telefon o'ynab yotadi. Yotsam shuning bilan bir qora yo'g'o paltodek bir ko'yib ketgandek bir paltodek boshda bir nimani kiyib yotoqda ishim tekshish ketdi. Nimlarniki yo'ldim, av deb o'yladim ichimda. Sonra chiqib yo'q bu. 10 minut o'tib ketdi, 20 minut o'tib ketdi. Yarım soat o'tib ketdi. 40 minutlar olganda o'zim ansirab qoldim. Bu kech o'birni chiqib birdan bo'lib qolmaganda, bu ish qilib qolmaganda deb o'birniga chiqdim. Chiqib qarsam o'birni deyish kim yo'q. Bu nakatdi deb yotoqqa qaytib kirib, karotni qarsam telefonga olib yotdi bu. Ya sen qachon kirding desam, men teshik chiqmadim dedi. Oba yenimda o'tib ketgan to'ng'u men ko'rdim seni. Bo'lmish kim chiqdi deb yotoqda ikkimizni tutsoq desam, "Yo'q, men chiqmadim, rost. U seni aldab nima qilma" deb boshladi dedi. Bu qanday bo'lib qoldi, bu chiqib ketgan kim u deb o'ylab qoldim-da. O'ylab bir hafta o'tgandan keyin bizning maktabda uzun muddat xudoyalik qilgan bir xudoyim botdi. Oshna bilan parash o'tirib, voy moshta bo'ldi qara, faqat kallamda o'tmayapti deb oshni deb bersam, nima deydigansa, sizlar yotgan yotoqning yo'salning ormiti, yo'salning yomti chiqib. Sizlar yotgan yotoqning ustidagi yotoqda necha yil burun o't ketib, bir bol solinib qilib o'sha yotoqning ichiga qichib chiqolmay yo'qib ketgan ashna ichida deb o'shtadaydi deb oshni ko'ribdiman deb o'ylab qolgan. Bugungi hikoyam shaychi bo'lsin. Yaqinda bak zukam tarqalib turibdi, bak yomonga bu qumliq zukam. Diqqat qilinglar, maskalarni ching taqinglar. Xayr xo'sh.